Assalomu alaykum. Bugun biz o'z saytimizga video va mp3 narsalarini qo'yishlikni ko'rib chiqamiz va katalog bo'limlarini, kategoriyalarini ochishni ko'rib ham chiqamiz. Birinchi kategoriya ochishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz o'z saytimizni panel upravleniya bo'limidan katalog fayl degan joyga o'tamiz. Aynan ana shu joydan upravleniya kategoriya yoki kategoriyalarni boshqarish joyiga kirib, o'sha yerdan yangi dabavit kategoriyani bosamiz va bu yerda nomini yozamiz. Nomini yozganimizdan so'ng buni saqlanib qilamiz. Endi keyingisi razdel qo'shishli imkoniyati ham bor. Bu razdel ayni kattaroq umuman mana shu kategoriyalarni o'z ichiga ola oladigan razdel hisoblanadi. Biz uni ham oddiy dabavit razdel bilan nomini yozib saqlanib qilishimiz mumkin. Buni endi bu qayerda kerak bo'ladi degan savolga saytga video qo'yishli joyda ko'rib chiqamiz. Buning uchun saytimizga kiramiz. Material qo'yish yoki dabavit materialni bosib, aynan o'sha joydan qo'yamiz. Bu yerda asosan tepa qismi va pastki qismdagi joy chiqadi. Tepa qismida kategoriya tanlash imkoniyatiga ega. Ayni hozirgi qo'ygan, misol uchun tabiat degan bo'limni tanlashimiz yoki boshqa bo'limni tanlab, aynan o'sha joyni ana shuni ichiga qo'yishimiz mumkin videoyimizni. Va bu ayni tabiat degan joydagina turadi. Bir-biriga aralashib ketmaydi. Buni tanlab, umuman o'zimizga kerakli kategoriyamizni tanlab, nomini yozib asosan saytimizni boshda chiquvchi rasm turadi. Buni biz xohlagan joyimizdan olishimiz mumkin. Rasmimizni kopiyovat qilib, aynan ana shu qo'ymoqchi bo'lgan joyimizga bosganimizdan so'ng, uni razmeri biz xohlagan razmerda bo'lmasligi mumkin. Bunga bitta bosganimizdan so'ng, keyin kichkina rasmchani mana bu yerdagi rasmchaning knopkasini bosib, aynan ana shu joydan razmer berishimiz mumkin. Misol uchun bu mana shu biz aytgan razmerda bo'lishligini xohlayapmiz. Mana razmer bergandan so'ng preminit va OK knopkasini bosamiz. Undan so'ng bu rasmimizni o'rtaga surib qo'yamiz. Uning pastki qismida biz xuddi ana shu tepa qism bilan bir xil panelni ko'ramiz. Bu yerda biz HTML shaklda barcha video va mp3 larimiz HTML shaklda qo'yiladi. Buning uchun biz HTML kod degan joyini bosamiz va bu panelimiz mana bunday ko'rinishga ega bo'lgandan so'ng aynan ana shu kodlarimizni olib ko'chirishimiz mumkin. Birinchisi YouTube shaklidagi. Buning uchun ayni YouTube sahifasidan podelitsa bo'limiga ezib, uning ichidagi HTML kod joyini bosib, o'sha yerdan kodimizni kopiyovat qilib olamiz va bu yerga qo'yib chiqamiz. Undan keyingisi vk.com shaklidagi videolarni qo'yishlik ham oddiy. Uning uchun panel pastki qismdan получить koddan kodini olib saytimizga qo'yib chiqamiz. Undan keyingi joyda boshqa bir notanish sayt bo'lsa, aynan ona shunday saytda ham mana bunday rasm yoki podelitsa yoki link va boshqacha yozuvda bo'ladi. Aynan ana shuni topganingizdan so'ng bosganingizda u yerda har xil panel ochiladi. Sizga eng asosiysi mana bunday kod bilan boshlanuvchi mana shunaqa tushunarsiz harflar. Buni kopiyovat qilib ko'chirib olganingizdan so'ng uni yana o'sha HTML joyimizga qo'yib chiqamiz. Bundan keyingisi Yandex bo'limi. Bu Yandex bo'limida kirganimizda kod dili вставка на сайт или blog degan joyida
kodimizni ko'chirib olib o'sha o'zimiz saytimizga olamiz. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta saytlar ko'rsatilyapti. Mana bu yerda mail.ru, bu yerda ham ayni opublikovat joydan, получить koddan, html degan joydan kodni kopirovat qilib saytimizga qo'yamiz. Bu ba'zilarda savol qo'yish chiqishi mumkin. YouTube bilan bunda farqi nimada degan. Farqi asosan yo'q, lekin bular bir-biriga umuman o'xshamaydigan saytlar. Videodagi ko'rinish ham har xil, lekin asosiy bir-biridan farq qilmaydigan joyi kodlarini qo'yilishi bir xil. Biz kodlarimizni qo'yib olganimizdan so'ng tekshirib chiqamiz ayni hammasi joydaligiga. Undan keyingisi vizualiy redaktor joyini bosib, u yerdan barcha videolarimizni o'rtaga o'tkazib olamiz. Bu panel videolarimizni nastroyka qilishda, o'zgartirishda, qanday ko'rinishda odamlarga ko'rinishini ko'rsatib beradi. Misol uchun, hozirgi shunday ko'rinish agarda biz добавить knopkasini bossak yo сохранить bossak, shunday ko'rinishda videomiz ko'rinadi. Biz xohlagan joyimizni xohlagandek qilib o'zgartirib olamiz va qo'shimcha qo'shmoqchi bo'lsak yo yozuv yozmoqchi bo'lsak, shu yerdan qo'shsak bo'ladi. Сохранить ni bosib, undan so'ng добавить knopkasini bosamiz. Undan so'ng panelimizga, ayniqsa o'zimizning saytimizga o'tganimizda o'sha videolarni ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, barchasi bir-biridan farq qiladi. YouTube'ni ko'rish mana bunday. YouTube'ni ko'rinishi mana bunday shaklda. Undan keyingisini vk.com-niki mana bunday shaklda. Undan keyingi panelimizni, videomizni shakli mana bunday. Undan keyingisi Yandex'niki mana bu ko'rinishda ega. Hozirgi mail.ru'imizda esa jicha video chiqishda oqsayapti. Unda mana bunday shaklda ko'rinadi. Biz bu yerdan xohlaganimizni qo'yib ishlatishimiz mumkin. Bundan keyin MP3 ni qanday qo'yishligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun keyingisida MP3 qo'yishlikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, endi bunda biz avval kategoriyani tanlab, nomini yozib, rasmni qo'yib bo'lganimizdan so'ng, keyin MP3 turlari bor. Buni bittasi ayni o'sha saytni panel upravleniyasidagi ayni o'sha saytni xotirasiga qo'yishlik imkoniyati. Bu panel upravleniyadan fayl manager joyiga kirganimizda ayni o'sha yerdan biz o'zimizda kompyuterimizda bor MP3 ni olib qo'yishimiz mumkin. Mana hozir kirgandan so'ng MP3 ni tanlab ochamiz va uni загрузить qilamiz. Undan so'ng MP3 imizni mana bu knopkani bosib nomini ko'chirib olamiz va OK ni bosamiz. Bundan keyingi qiladigan ishimiz ayni o'sha saytimizga o'tamiz va multimedia joydan, настройка multimedia joydan va подключить audio mp3 deb qo'ygan joy bor. Ana shu yerga bosib o'sha olgan kodimizni yozamiz. Yozganimizda biz u kodni mp3 qilib qo'yiladigan shaklini beradi. O'shani ko'chirib olamiz. Buning uchun pastdagi ana shu html yoki bb kod degan joydan aynan shu bb knopkasini bosib o'sha yerga kodni qo'yamiz va добавить ni bosamiz. Bunda bizda mp3 imiz mana bunday shaklda qo'yiladi. Bu mp3 imizni eshitishimiz mumkin. Endi boshqacha turlari ham bor. Ayni o'sha saytga a'zo bo'lmagan holatda, shu saytni o'zini pamyatiga kirmagan holatda boshqa saytdan qo'yishimiz mumkin. Buning uchun bir nechta saytlar bor. Bulardan bir ikkitasini ko'rsatamiz va bu yerda birinchisi
zip share sayti. Bu yerda siz mana bu yerdan knopkani bosib, aynan o'sha o'zizdagi mp3ingizni tanlab, ochishni bosib, startni bosasiz va bunda mp3 ko'chadi. Bundan so'ng aynan oxirdagi mana bu yerdagi skriptni, kodni ko'chirib olamiz va uni saytimizga qo'yamiz. Avvalo HTML qilib olamiz. Bundan so'ng kodni qo'yamiz. Bundan keyingi ishimizda undan keyingisini ko'radigan bo'lsak, Yandexdan mp3 qo'yishlikni ko'rib chiqamiz va bunda kodni qo'yishlikni bosib, saytga qo'yishlikni bosib, aynan ana shu kodni ko'chirib olamiz va u kodni ham saytimizga yozamiz. Mana bu yerda Yandex va Zip Share formatidagi kodlar ikki xil. Bular alohida saytlar, xohlaganingizga qo'yishingiz mumkin. Sahranitni bosib, o'sha qo'ygan natijamizni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda 3 xil shaklda qo'yildi. Biz xohlaganimizni ishlatishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.